Assalomu alaykum, turli topdagi aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum, Dilya qanday ahvoling, yaxshimi? Men yaxshi qildim. Menmi o'tganlarda shu ashinda deb qaraydim. Keyin men o'ylab baxsam, men bir muxbir bilan bir gaplashish jarayonida mushu temalar chiqdi-ku, temalar chiqqan chog'da ashularni bir yaxshi maqsadda ishlatgan olmamdi degandek bir gap chiqdi-ku. Chiqqanti bu nima deydigando deb Bunda o'ylasam, tal seninki top to'g'ri tushdi ekanda, endi u o'zimizdan qarindoshlarga o Suriyadagi ularni yaklab yana bir nima qilib din bilan kallasi buralgan radikal desak, o kimga foyda bo'ldi desa, Xitoyga foyda bo'ladi ekan-ku. O'zimizdan qarindoshlarni o'zimiz mehrlik bilan o'zimiz ashalarninki shu ashalarga kirib aloqa qila oladigan qarindoshlarimiz bo'lsa, bu shu qattiq yo'ldagi ma bopmu Nicat Turg'un efendimdekde endi ashundaq bir aloqa qura oladigan ashlar bilan bir gap qiladiganlar ashoyliqi qalbini kallasini din bilan vatanga undan keyin siyosat uchiga mujassamlasa ashlar armiya olmasa bu teshiliki oltaroq kishning bolasi bilan bu qolgan pepi tumoqlar bo'lmaydi. Mangadiganlar bordi, endi xudoyim bilsin men shu bizniki bir necha bolalarga ishonima endi bunda bir ish yo'q qolsin mangamiz deydigan Bilal Hacı Kamba, Abu Bekir Kamba, Memba biz özümüz qasam berishib, qo'l tutishib mangamiz aka fuka bo'lib menayotgan Abdushukur Kamlar bor, jiq odamlar borda, ammo bu yetarli emas, bu yetarlik odam ashadida. So'ng ularni ashta to'g'ri usulda ularni ashundaq din bilan, fan bilan, siyosat bilan, harbiy shu nimalar bilan ularga dars o'tib qilib hozir anlasam töpedeki şu generallarınki bize yaxşıki ahvali pastki xalqnilam shu bir nima qilsa shu ularga kursantlaştırıp ders o'tib ashundaq siyosiy nimasini poytaxtini shu Sharq Turkiston qilib aytaq qilsa endi shu uningdan boshqa bizga bir chiqqidek armiyami yo'q, endi bu O'rta Osiyodan kirdi Uyg'urlar o Hindiston tarafdagi musulmonlar kirdi deb o'zimizning davosini haqqa tashlab beramdiq. Bu qo'ral tutilgan shugan ekan. Shu gapimni nayt to'g'ri, men bir necha qitimliq naq maydonlarda o qarindoshlarimizga biz ham ochiq tekkandek bo'ldim, lekin uningcha hammasi emas, ham cho'ng kichik jamoatning kichik jamoatlarningki biza fikrlarningki ilg'orligini bilmayman, ammo cho'ng jamoatnimi o'zgarsa bo'ladi-ku buning ichida. Shu bularga endi bir odamnimi, bir maktabdami bir o'quvchini sen döt seni kallang ishlamaydi deb uni dushkanlar versa shu o'quvchi shu dutu men dut o'xshayman deb o cho'ng bo'lgandimi shu yetilish qarab ashta uyda ashta tarbiyani olsa ashna bo'lgandek ularni sirtqi dunyodan va o'zimizning ichidan ashundaq qalaymiqan te qalpoqlar bilan o'zimiz qilib qilsak o'zimiz qilsak undan keyin g'arbning medialarda undan keyin ularni bir nimadan ora versak yaxshi bo'lmaydi ekan-ku. Ularning shu amal bor, shu ideyasini qaytarib keladigan sen degandekidek shu hozir xeyli yaxshi nim qilibdi dedim. Menmi hamda Jiroqdan olgan yaqinqi uchurlarimda xeyli o'zgarishlar bor deb angladim-ku. Ularni shu ishlatgani bo'ladi o'zimizning qarindoshlarni. Ularda gunoh yo'q. O'shalarni shu sog'an munofiqlar borda, hamda uning ichida yana qandaq odamlar bor, masalan, qurultaychilarning odamlar bormi, dunyo Uyg'ur qurultayini, munofiqlar qurultayini himoya qildi qalasan. Uning ichida baki hamda uning ichida ilg'ash kerakda, ilg'ab shu vatanparvar qarindoshlarimiz orqali shuning ichida ularningki kashini to'g'rilab o'tish kerak. Albatta bormi desa, albatta Xitoyning odami bor uning ichida. Mundaq muhim sezgir nuqtalarim bor-ku uning ichida. Bularni nazardan saqit qilmagan asosda nima qilish kerak? Assalamu alaykum qarindoshlar. Amonlarimiz vaqt xayrlik bo'lsin. Bu yerda qurolliq tayyorlik qilish orqali Xitoy qarashtirimiz deydigan qarindoshlar to'g'riliq bir gap bo'lib qolibdi. Men bilganimni biroz o'rtoqlashay dedim. Bu yerda birinchi narsa biz Sharq Turkiston xonimekroq bu g'arb dunyosi bo'libmi Amerika buningki ahamiyatini biliglik va shu sababdan buni nimadan chiqarib etganlik listidan, terrorlik listidan chiqarib etganlik va bularningki xalqaro qonunli ishimizning yo'lini ochishga
tunji ishkini ichig'liq. Bundan burun 2019'da deb xatolaşmasam, bu Amerikanınki siyasi analizchi Andriy Korepen'nin bu Oxford Üniversitesi sözlegen nutqu var, 2 yarım saatlik nutqida. Bularning qonunlashish xalqarada yo'lni ichish kerakligi to'g'riliq cho'ng leksiya qilg'iliqdi. Bunun nimiz natija chiqdi. Ammo bizning ichimizda shu Uyg'urlarning Sharq Turkistonning ichida bular uchun ziyonli bo'layotgan ikki ish var. Birisi Amerikadan somkini ko'tarib to'xtamay Turkiyaga musulmon davlatlar kelib qatnayotgan ikki ayol var. 2 dona tashkilotni bo'yniga ortganlik viviskasini. Bular kelib Pentagonning ochqichi bizning qo'limizda, sizlarni xalqqa ulaştırırız. Yo'llarni biz ochamiz g'arbda. Biz bilan nim qilsanglar, biz ash yo'llarni ochamiz deb aşağı kallasını qaymoqtirib xato tushunchini berib, bu Suriyadagi qarindoshlarimizni qurultayninki orqaga vagon qilib ketib berishga tirishayotgan. Bu orqali qurultayning mavjudiyatini kuchaytirayotgan, aşağı bir tirishchanlik bo'layotgan bir harakat va bu birinchi ziyonliq taraf. Ikkinchi narsa nimadan bundan 1 yil burungi deyman, taxminan xatolashmasam. Nimada bularni Xitoy yaratdi, bu Suriyadagi, bu Afg'ondagi Uyg'urlarni ularning tashkil qilinishning orqali Xitoyning qo'lga oladigan ishlar bir dokladlarni yozilgan ishlar bor. Bu to'g'ri bir narsa emas, chunki Amerika bularni aqlab xalqarada Xitoyga qarshi ishiltimiz deb bunda bo'layotgan vaqtda biz özümüzün təşkilatları çıxıb bularni Xitoy yaratdi, bularni aqıl Xitoy var deb to'liq isbot olmagan bir narsani o'ttirib qo'yish, bu bizning Sharq Turkiston kurishiga ziyonliq berdi. Endi bu ishchilikki Suriyadagi bu qarindoshlar albatta bularni ideologiyalik islohotlarni, o'zgarishlarni qilib, askariy doktrinlarning nimasida bizning birdan-bir kurash nishonimiz Sharq Turkiston deb o'zgartish qilyotdi va bu to'g'riliq tirishchanlik qilyotdi, tashkiliy nizom nurg'un jihatlarda islohotlarni olib beryotdi. Buningki nimasi bu ishki jihatdan ular o'zgarish qilyotdi, bular xalqaro saviyada bir harakat qilishga, xalqaro standartlarga tushishga va shu orqali dunyoda bizning birdan-bir dushmanimiz Xitoy, bizning boshqa yerda dushmanimiz nima deydigan nimalarni beryotdi. Bundan taxminan 1 yil burungi deyman, bu Hindistonniki bir gezdiq bergan bir nimasi var, ziyorat uchun. Buni ko'rmagan qarindoshlar bo'lsa ko'rib baqsa bo'ladi. Nihoyat yaxshi sifatlik bergan bir intervyusi va xalqaro bergan mesaji. Bundan nimani ko'rib oldi degan, bularniki bir siyosiy tushuncha anglinki yetishayotganligi, taraqqiy qilayotganligi nihoyat yaxshi bir yuqori saviyada bir xalqaro mesajni berganligini ko'ramiz-ku. Assalomu alaykum, Nijat Turg'un apandim, qanday ahvolingiz, yaxshimi, obdan turdingizmi? Yaxshi gaplarni qildingiz. Shu bundan shu 2 yil burun 2022 6-oyda o'ttirliqda men shu Ro'shan Abbosniki bir qiliqsiz videolar menda batdi-da qo'limda. Shu bir ovozni siz bilan biz maslahatlashib shundaq ishlarni qilib yetibdi. Hamda buning bir diniy tarafga qarindoshlarga bir axloqsiz yo'llarni bir ko'rsatib qilayli deb qilsak, uni sho'yliqqa ba'zi bir ma'rifdagi va ulamolardagilar Umar Qanot Ro'shanlar bilan kelishadigan pul qilyapti-ku. Pulni kelishadigan narsani qilyapti-ku. Shuning bilan shu biz mayaqda ishni to'g'ri qilsak, alayaqda ishni tepadagi xumsilar buzgan gapdi. Shuning bilan men albatta qulog'im uzunda, men anglayman bilaman. Siz biz yaxshi niyatli qilsak, ular bir ko'z ichilsa, shunda bir rasva xotinlarning keyindan mangmasa, ularning keyindagi texi opirib texi tashlab qo'ydigan yeri bormi, ularni texi opirib, ishlarning keyindan mangsa, opirib tashlab, ularni balo qazoga tiqib o'tirgan yeri bor. U narsa ekranlarim ochiq deyildi. İşte qıptosa, bir neçisi, beşidikiler, mana sen da turdu, manın nime deyse dep turup, Malayziyadaki pulninki işlerini, bo'ldi bu yer buni demay, shuning bilan shu o'tganda torda bo'lib ketgan, ma'rif to'g'riliq hidayatulloh bo'lib ketgan jidal shu
necha vaqtdan beri mening ichimga sap qo'ygan jadalchi u. Bir kuni chiqaman, to'xtabdi deb. Onu mu hem de ekranda tushundirish berdim. Shu ashundaqda siz degan shu er ayolning shu Ro'shanning Abbos bilan shu idris ekanligini biz bildik shu. Onun keyinda yana nurg'unlagan o qarindoshlarimizga bo'lgan suiqasdlarning bo'layotganimi, ular nega gapirib to'xtatib qo'yib, qurollantirib qo'yib Xitoy bilan Xi Jinping dedi emasmi? Buningdan keyin kishilik huquq bilan bu dunyoda Xitoy bilan savdo qilmaysan urushdan boshqa yo'l yo'q dedi emasmi? Bularni qurollantirib olib berib buron BDT'de indigenous qilib, onu bunu qilib, kishilik huquq qilib Xitoyning propaganda qilib berdi. Endi bularni olib qurollantirib ya Pokistonda turg'izib qo'yib, ya Afg'onistonda turg'izib qo'yib turib, tahdid qilib turib Xitoy bilan mandaq tijoriy ishlarni qilib bergan demokratlarni tuzgan planlarim borchu buning ichida. Bular buni yurgizib beryapti. Men gapni ochiqlab qilib tashlatib berayman mana ichiga. Assalomu alaykum qarindoshlar. Meningki sizdan bir ishni o'rtoqlashqim keldi. Bu osmo Ahmadiya jamoati. Ahmadiya jamoati islom dunyosida dindan chiqqan deb qaraldi. Musulmon tarafidan yaxshi qarshilanib ketmaydigan bir jamoat yoki musulmonlar bularni musulmon deb qaramaydi. Bu jamoatningki Angliya va boshqa davlatlarda tarmoqlari bor. Endi Ahmadiya jamoati to'g'riliq so'zlashga esa bu ayrim tema, buni ayrim gaplashsak bo'ladi. Bu Ahmadiya jamoati ayni davrda Uyg'ur qirg'inchiligi nihoyatda xabarlarda chiqayotgan shu vaqtimizda men bilan bir qancha qatam suhbat o'tkazishga va aloqa qilishga tirishchilik ko'rsatdi, uchur yozdi. Men ularning hech qanday fikriga javob bermadim. Chunki bular bilan paranglashish va gaplashish Sharqiy Turkistondagi mustaqilligiga, millatimizning kelajagiga bir palt urishdan boshqa bir narsa emas. Ama adamın külgüsünü keltirdiğin, geçindirdiğin bir yeri şu ki, bizninki davagerlerimiz, şu erxotun davagerlerininki ve şunun etrafındaki bir türlü mutlu çumakçılarınki, şu Ahmadiya cemaatlerin irgiz bunyalışıp, özünki şu cemaatlerin kandık kırışıp kalanlarını tor dünyası mışa takip ediyordu. Bunu biz nimdeyimiz emdi. Bu akıllık mı, dötlük mü, ya ki hainlik mı? Aleyküm esselam, selamünaleyküm. Abdülkadir Sepet efendim. Endi to'g'ri dedingiz. Bu bir o'zining axloqini boshqarmagan, ishdan beqig'in chiqin bulanmagan. Undan keyin Guantanamodagi yig'indan keyin shu Ro'shan Abbosni Beyjonga uchirdi dedi. Uni Rabiya Qadir dedi-ku. Men urib teppaman. Undan keyin Tug'luq Abdurazzoq akamiz Rishad Abbos jasus dedi. Mana hozirgacha texi o sotqa berish emas, Tug'luq Abdurazzoqqa tikilibmi qarayanmadi. Nim da'vatsanmi dalanmadi. Keyin uni qanday deydi ki deseniz, Ro'shan Abbos demirtsin, mening akam bek yuqori cho'ng tabiqadagi tashkilotning odami, unda bir puhra bilan unda kirishadigan nimasi yo'q deb. Men sizni agar kendi hozir mishada topda ya ekranga chiqib birimi desam, siz uyamni oldiga kelasiz. Ya ukam sen nima da'vatsan meni? Sen ko'rganmisan qo'lingni isbotingni olmasan deb. Masalan, men Nijat Turg'unni birini deydigan bo'lsam, hozir yugurib keldi uyimni oldiga tashkilotdagilarni yig'ib, sen mening xayrligimni, munofiqimni isbotlab ber. deb. Dilyar Musabayni deydigan bo'lsam, Dilyar Musabaymi yugurib chiqdi. İlyar Şamshidinning Amanullahning ota-onasi qilgan narsiga sen nima da'vatsan, meni ota-onamni xoin da'vatamsan yoki men berib kelganini birimda da'vatamsan deb uyining oldiga chiqadi. Demak, bu bir odam o'zida xatolik bo'lmasa, o'zining odamlarini va o'zini xalqning oldiga tashlab bermaydi. Chunki bular xalqning oldiga o'zlarini tashlab berdi. Demak, bularning ishtonda po'qba, qo'ngda po'qba. Shuning uchun ashundaq. Aşır Rabiya Qadir maşındaq dedi. Guantanamo var. Aş qarindoshlarımızning uchun o'zini setebatdi. Qilgan da'voda indigenous qilgan yerda demiş Abbos ailesining qo'llari chiqdi. Bütün müşöyle qilgan eski ish, uy buzadigandan tatib, axloqsizlikdan tatib, Amerikadagi hatto kichik bolalar, Antarktikadagi Amerikaning harbiylari g'aybatini qilibdi. Ash Pentagondagi bolalarga. Manch qitim bergandi deb. Bir Pakistanlıqmı Afgan ayol Ro'shan Abbosning Uyg'urungmi debdiki, debdiki Guantanamoda tarjimonlik qilgan vaqtida debdi Amerikaninki shu bir hafta 2 hafta tutdi, 2 hafta Amerikan askarlarining yotoqxonasidan chiqmadi. Nima degan axloqsiz ayol o deb ashta birsiga deb beribdi. Endi o adamimizning ismini demayman. Manchilik ahvollar botsa, manda ishlar botsa, bu yerda mashindaq ahvollarda yana shu Hidayatullahning o'tganda achchig'imni keltirib ashlar bilan birga shu o'limadikilarning
Billa aşağı öyle yağlık çekip vakan küçük narsiydi kızlarının aşı kompüterler ya bir bital kompüter bital nesma. Onun sizmi Türkiye hükümeti berediken gona neçe Turgay efendim ötken ekran dedi o alıdı hükümet devletten dedi o. Onda oğandaki neme kılıdı hem de o maşında hak biz şu aşk kiçikinem nesige aşında akıp getidigan. Vay bana kelgen neslerde adam ola omongda köreştirme ata-anаңны chiqarib berme ma ishni qilgan ma'lumada qil degan narsa menda kechalisa mana o'zimni deb qo'yay endi bu yerda mushta manfaatning ustida qurilmagan chog'da işte xoinninki işte Xitoy josuslarining shung'ib chiqitilgan chog'da ilinib qolmagan chog'da bu vatan mustaqil bo'ladi bo'lmasa shunda so'rilib shu paytimini bilasizlar bizda g'uljilarda qishdayliqi qatazlagan chog'da piyimining ichiga yo botayning ichiga paypoqning ustiga axlatını orap qilin qilib shu qalayliqi tizgicha yig'ib kelsa o'gizga chiqib qatazlagan chog'da paytimi deb bir narsa bor-ku, o'raydigan sizlar bilasizlar. Bo'lmasa paytimi deb so'rilib shurg'ash chiqdi. Paytiming so'rilib qopti deydi-ku. Shunda. Ya o gumon qilish emas, uningga tamg'ir etish kerak. Qarang, o masalan hozir men hozir shu mustaqillik dedim, ota-onam dedim. Masalan men hozir tuyuqsizlam, ota-onam turmadan chiqibdi. Kesir eg'irlab ketdi. Men berib kelay deb shunday yaxshi teshaman berib kelsam, Diliyarlar meni qo'llagan shu atrofimdagilar, shu surgun hukumat, shu topdikilar hammanglar urilib ketamizlar, urilmamizlar. Urilisizlar. O shu qurultaydan chiqib yaytdi hammanglarni, anago, ana bir kelibdi ana, ishim bo'lmabdi, ish chamadon bilan kelibdi deb bo'lib ketdi. Shundan o'xshash ularningki o badimi iniq satidi. Nima deb bu shunchalik kunda Uyg'urning beshiga mushundaq amdiyliqindak bir qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilik mushundaq kun milyonlagan o'g'il qizlarimiz, ota dadalarimiz mushunda yetayotgan zimindan milliard dollarlik boyliqlarimiz chiqayotgan vaqtda nima uchun achamnada deb chiqadi? O achamnada deb chiqadiganligini mana men bilaman. Haqiqatda eng tegidagi o'yanni men bilaman. Kimni qurpaganini uningga. Mening oldimga chiqsin, Ro'shan Abbas, Shivsiya kelsin, sen mening ustimdan biljirlayotsa deb meni qo'limdan saqchi tutib apasin, men de shatrashda ikkisini o'tag'iz bir birsiga kirishtirib qo'yman ikkisini. Sen deding mana. Deb ikkisini kirishtirib qo'yman bir-biriga. Mening qildigan ishim boshqa yo'q. Ovozini qo'yib qo'yman, boshqa hech nima qilmayman. Nima deyishgan o'zlar telefonda? Nima qilishgan? U qag'inni o'zi shu CIA o'z izdamdi, ya FBI anglamdi telefonlarni. Anındaki juyatgan gaplar olamda WhatsApp'daki açaqni men chiqarib berma. Mayada biz yataqni ep qo'ydim, meya kel. Hamma narsa ashdan ichida chiqdi, ikkisi WhatsApp'ning ichida. Men o to'g'riliq chiqgan haqqim yo'q. Bu ishning eng tegini mangla qo'yib bersa, menla kirishtirib qo'yman ikkisini. Ikkisi jidalga chiqib ketadi. Chunki bu ishning tegidagi o'yinlarning buning o'yinlarini mendek biladigan boshqa bir odam yo'q. Gumon qilma emas, tamg'a basimiz. O gumon degan narsa qolmadi bugun kunlikda-ku. O gumon, tuman degan narsalar qolmadi. Bulutlar taridi, quyosh ichildi, hamma narsa ko'ydi, xalq uyg'ondi. Uningga gumoniy nuqtai nazarni tashlab qo'ygan bo'lsangiz, o siz unda o'sha tazgan yaxshi uyg'un bo'lamabsiz. Bu achamnada degan narsa bir ahli, bir o'zlari bir akademik oiladan kelib chiqqan, men Abbosiylar oilasidan kelib chiqqan degan odam bir achamnada deb jiramda bir millatning men chiqib ashini nima qilmadigan odam. Bu yerda irqiy qirg'inchilikni kichikiltish. Adam izlash e'loni ma hisobda-ku. Adam izlash e'loni desak bo'ladi. Bundaq narsa bu. Bütün bir millatning davosini achamnada demaydi. Bu yoqda meyada Xitoyning qilayotgan cho'ng irqiy qirg'inchiligini kichik bir narsaga aylantirib yotdi. Xitoy tarafdan kelayotgan signal. Uningdan keyin qurultaychilar ayada amal va shu cherkovning ichida Londondagi sotashmay boshqacha bir usulda bu Uyg'urninki irqiy qirg'inchilikni ashar yo'q qilamiz degan. Ammo uni besh ko'z davlatninki kelib materiallarni ta'minlash bilan Diliyar Musaboy deganiki umi ashara irqiy qirg'inchilik deb chiqqan bo'lsa-mu, o yerda indigenous deb chiqdi. Bu ishlar bu oson emas. Bu ishlar cho'nqur plan bilan, cho'nqur suiqasd bilan bo'layotgan narsalar va hammasi bor. Ochiqdan oshkora.
u achamlarda degani shu irqiy qirg'inchilikni yo'qqa chiqarish. Andan keyin shu to'lqinlarniki madaniyat qirg'inchiligi, iqtisodiy qirg'inchilik deganlari hammasi bir yerdan to'plasanglar, hammasi birsiga pas chiqarayotgan o yo'llar. Bir tarafdan shirkatchilar, bir tarafdan Xitoy. Bo'l tugidi. Xitoydagi rayimsiz, shafqatsiz, iflos bir mehnat, dinsiz xalqqa, qavmga qul bo'lib o'zing millati bilan tang irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan shirkatlar bilan pul tepayotgan bundalarga rayim qilish. Menga ba'zilarga bak tillavatdan anda qilib ichim og'irmam deb. Vatanning ichidagilar kimdan chaqiraydi? Ha? Xalqning xotin bola vatanning ichidagilar-chi? Ma bizga o'xshash teshidikilar-chi? Ata-onadan arilish, ijron azobi tortgan. Qurultaydagi qaysi birisi mening biznesimni akirib ketdi deb maydasi ko'rib chiqibdi. Xitoyning shu istixbarotlari bo'lg'ashqa qanchiliga vatandoshlik boylar xayla bo'lib ketdi. Qaslinib ketdi. Qanchiliga begunoh qarindoshlarimiz, arginsizlikga ishplash Şinjan'da şu bir notuk sözüyenki qanchalik bola tutilib ketdi, qanchalik odamlar nima qilib ketdi. Hammani bilib turadigan bir Xitoy konsuli bizning inimiz yoshimisa? Bu Xitoy saqchilar bizning inimiz yoshimisa? Kim opirib tegdi bu ishlarni? Ha? Muşu qiytimi mana Turkiyada tutilgan ish biz nima damo'llam deysa o'lim alanki nomus qilmay mashinning payjosini birdan qilib tikaydi. Turkiya hukumatı jasus deb tutdimi? Jasus. Tugidi uning boshqa hech qanday aqlaydigan ish. Agar men bo'lib qolgamsam-chi? Agar Dilyar birdan bo'lib qolgan bo'lsa-chi? Masalan, ha, Salih Xudoyor bo'lib qolgan bo'lsa-chi, haqiqat so'zlab qala bo'lsam, tarafdan chiqib kun betidi. O'zlarining ketgancha chimmi turib oldi. Haybibulloh deganlar-chi? Haybibulloh Urumchi deganlar. Maribning aşı tizimlab uylar go'sh un taqtirganlar. Jasus chiqdi ana ashlar. Ashindaydan chiqdi. Jamoatchilikning ichidan chiqdi. Babur Maqsud dalili kirib jamoatchilikning namoz o'qiymada bolalarni akitib masjidlarda ma'rifga qilishib qolgan. Qurultayning ichidan chiqdi. O'sha ishni qilayotganlarning ichidan chiqdi. Herkes xalqning ichidan chiqmaydi. Xalqning ichidan chiqsa-mo, mushlarga o'lishib olgan, xalq bu vaqalarning ichidan chiqadi. Bundanlarga shu rayim qilishning hojati yo'q. Rayim emas, insonlik nuqtasidan turib muomala qilmaslik kerak. Men o'ylayman, mush haramdan bo'lganlar bir yerda yig'in ichayotganchalik o'rislarning teatrda qirayotgandek bir to'rt sarang chiqib qiraversa deymanda. Bütün bir millatni ayamaydi, ammo o'zining bolalarini ajoyib ayaydi. Chunki hech qaysi bu da'voga o'zining bolasini akaymaylik. Mening bolalar yo'q bu da'voning ichida. O millatchi degan, mustaqilchi degan ashta bo'lamda, da'vochi degan ashta bo'lamda agar ashta qilgan bo'lsa, o'ylaqa Parizatning keyliq Avstraliyadagi qanjiqini Xitoydan bo'lgan Shahrizatni Abbas Haylisninkini 2015dan boshlab ko'taradi Parizat degan. Aram podğunu kötürüp çıkıp radyo maaşlı qilib qo'ydi Amerikaga ketdi. Germaniyada uni bulg'aydiganlar bulg'ab, cho'nglar o'ynab, kichiklar o'ynab. Aşındaq bu da'voning ichi aşındaq. Bu bugünlü bo'lgan ish emas. Bu bular chiqarilgandan boshlab Shvetsiyaning ichidagi 20-30 jin oldi kishilar so'rab chiqgan bo'lgan bo'lsa, hayron qolasizlar. Hayron qoldik ishlar bor. O'zimizning millatiga ish chaqirtmaydigan Xitoyning Uyg'urlarga ish ag'irtmay, ana bola demay ishga qat ayollarni akirib ashning ichida dapsani qilgan ashularga rayim qilib Xitoy irqiy qirg'inchilik qildi, madaniyat qirg'inchilik qildi, iqtisodiy qirg'inchilik qildi deganlar nima deysizlar qarindoshlar? Ya o'ylab beqinglar qarindoshlar, og'zini buzib tilli deysizlar. Ya meningdan boshqadan bizdan boshqa g'ururliq bir millat bo'lgan bo'lsa-ku, etiydi bu g'iylarni vang'ida qitlar. Nim bo'lsam bo'ldim deb, yana shuning keyinda shuning bergan kompyuterni elib, yana alhamdulillah deb molalaring, qarimlaring yurishsang, qanday millat bu? Bulg'angan bu bir zaiflashgan bir pasix millat bo'lmay nima bu? Tozalash kerak buni. Deyish kerak buni. Ya boshqacha mening eng rozi bo'lib ketgan yerim ilaqa mayada Shvetsiyada o'tganman chiqib ma'rifat qilgancha qon bilan bir taraf qilmagan gapni ekran orqali gapqisam, men nurg'un yoshlar gapibdi. Mana shu to'pning ichidagi boksyorchi inimizmi bor. Akram degan inimizmi bor. Avstriya keldi hozir. Aka men kelaman inonga deb. Norvegiyaga chiniqdan bir necha bolalar gapibdi. Boshqa Gollandiyadagi bolalar gapildi, agar sen biroz ashta qilsa biz inonga kelamiz deb. Bu nima bu? Bu millat uyg'ondi, bu burunqi da'vo tashlanib ketmaydi. Endi bir-birimizga ega chiqamiz. Dan akamani, dadlarmani qila, soliq qilamani chiqib qilamiz. Oqisabda chiroyli gap qilishimiz, oqisabda chiroyli gap qilmasa oldiga chiqib gapirishimiz. Oldida chiroyli gap oqmasa, misol uchun davatgan gap-ku bu. Undan keyin shaxsiyatini so'rab akirib vayron qilamiz. Bu o'ng tarafdan bu zima deydiganlar yo'q emas. Buning ichida o kiravaga 61 tashkilotning ichidagi hammasi bu mustaqilchi
unda ulug' insonlar yo'q. Xitoy voy toza tiqavatdi buning ichigami? Bilmaymiz emas, toz bilib hammasini arxivini turg'izib, taq qarab o'tiryapmiz. Nima deydi, nima demaydi deb. Bu bir shu islom qerindishim degan sinildigan vaqt mana hadimiz hamshirimizning vaqti keldi mana. Haqiqiy qerindishimiz ko'rsak, qerindosh ko'rsak, o'zimizningki mana shu yetkiyotida bolalarimizga kiyindirgan yeng kiyimning o'zimizningki dasturxonimiz normal bo'lsa bo'ldi. Hashamxo'rlikni tugatib, shu qanchalik o'shiq beralsak, shunchalik berib, ayolga bir bo'rakni saplab, qaytirib akilalsak Azroilning oldidan. Xitoy tajovuzga qarshi o'sha ayolni bir shu ovozini pilotni o'rinda ishlatsak, mana bu vatanparvarlik, mana bu mujohidlik bo'ldi. Mush ishlarni qila olsak, mana mush ishlardan boshlandi. Men tunugun ayağa qarsak Fransiya Uyg'ur birligiga Dilyar Musaboy apandi va boshqa qarindoshlar taqib, hozir hayajon bilan ama adimizni mana qutuldirish bir do'lqini ko'tarildi. Mushunda biz mehr shafqatlik oqish qashdan uvusini bo'ysang, qo'ling titrab qoladi deydigan marhamatlik oti bularninki esil bir xalqninki biz ajdodi bir manqurt çoşkunun burundan çıkan piyançık mana junda purish qo'ylar. Bu başqa bu. Buni tegini ko'rsangiz ya birisi Abba Xo'ja chiqadi, ya birisi Qirg'iz chiqadi, ya birisi Mo'ng'ul chiqadi, ya birisi tojik chiqadi, ya birisi o'zbek chiqadi. Ana yana birisi madaniyat inqilobi Qur'on kuy deganning balasi chiqadi, ya birisi madaniyat inqilobi Pipan qiladi, uyim kirib xalqni tutib berganlarning balları chiqadi deb aytdik. Shunday chiqadi. Ulug' fikam sizningki bu madaniyat qirg'inchiligi va shunga birga ocham nada deganda tanqidiy fikringiz, ranjishingiz tamoman o'rinliq. Shunga birga masalan bu Dilyarninki munofiqlar qurultayi degan bu taxallusni yoki bu ismni hamda kechikib qo'yilib qoldi. Bu qanday desangiz 2010-yili xatolashmasam men bir sila urushib qolib bu yerda ishchinga chiqib keyin shundan Seytum Turk shu davr qurultayninki muavin raisi emasmi? Mening putimda chaqmoqchi bo'lgan taftishi o'ltirib, men aşağı taftish qilgan vaqtimizda men ey sen chet eldagi Xitoy xalq qurultayi nima? Sizning nima farqing bor Xitoy xalq qurultayidan deb shunday degan ishlar bor qarang. Bu masala Alloh xolsa ayrimkin deyish olamiz. Hamda sizningki ma'valiq madaniyat qirg'inchilik masalasiga kelsak, balkim esingizda bordir yo'qdir ukam. 2020-21 yillari yoki 2021-22 yillar xatolashmasam, bularninki shunday qilib Uyg'ur madaniyati yili qilamiz deb bu e'lonni chiqarayotmizda buni men qarshi turgan. Uyg'urcha va ingliz yozib o'zimni qarshiligimni ifodalagan. Bu uzun bo'ldi buni tep ekib miyada tashlab qo'ygan desangiz, endi 4-5 yil bo'ldi men o'qimayman uni. Nada uni sizda tepishim birinchi vaqt ketadigan, balkim ko'rgan bo'lishim mumkin. Men qarshi turgan qarang. Yana birisiga mana bir o'ylab qo'ygan. Qaraydigan bo'lsangiz Xitoylar bu yerda masalan biz Uyg'urlar qirg'inchilik qilmadik da'vatida va shundan biriga mush oxirgi 2 yilda shu Twitterda yolg'on hisobotlar bilan Xitoyning ichi va sirtida Uyg'urlarning qanday qilib madaniyatni qo'dayotganligi, Uyg'urlarning naqsh usul, urf-odat ekanligini, urf-odatni qo'dayotganligi, Xitoyning buni ularga yaxshi sharoit yaratib berganligini Twitterlarda pash qilyotdi. Xitoylar masalan shu buni propaganda qilyotdi qarang bu yerda. Bu nimaga o'xshashlar o'ylab boqmam bu yerda. Bu nimaga o'xshashlar qarangchi. Shu bu masalaga vaqtimizda men sizlarga o'xshash fikrda. Ikkinchisiga masalan desak, bu yerdagi millionlagan odamlarningki Sharqiy Turkistonda mening sonliq ma'lumotim hozir qadar Xitoy 30 million ortiq Uyg'urni o'ldirdi. 30 million ortiq o'lgan Uyg'urning ishi yo'q, ammo bir odamning bu yerga chiqib o'tirib, ocham nada degan bu fikri naydi kulkilikchi. Bu jingvasmayotgan bir narsa qarang. Yana birisiga hamda men 2008 yildan hozir qadar hamda balkim 2009 bir qatim ko'rishgan bo'lishi mumkin 5-oyda. Oilam bilan ko'rishib baxmadim qarang. Ammo ichinima men tunaydigan bizning ba'zi bir qarindoshlarninki toki shu 2016-17 yilga qadar oilasi bilan ko'rishalaydigan qarang. Ammo men nima ish ko'rishamayman. Bu aloqa men qo'yilgan nurg'unlagan ma'laqat o'ylab bu tigini chiqaramayotgan, bu uchun chiqolmayotgan bir savolchi mening kallamdagi. Rahmat Abdug'ani Sabit apandim. Endi 3-chi tushunganingizga texnik aldirmay bir-birimiz obdan tushunamiz.
Endi o temkinlikni to'g'ri deysiz, temkinlikni qilgan yo'li bor, balki mush ota-onam kirmagan bo'lsa, shundaq bir qayg'u hasratlarga, aldamchiliklarga uchirmagamsam, men shaxsan men raskapni qilgan bola, men bunchalik kirib ketmaydim bu ishning ichiga. Chunki men bu Shvetsiya Uyg'ur komitetiga kirib men ko'rib baqqancha, oldin olib chiqarsam saqapandim emas, yana bir olib chiqar deb yana birisi bayliqi. Ko'sanining bijimisi, ko'rash ko'saninki. Kuyov olma bijimisi chiqib. Mena Sultanninki yo'ldishi. Men ko'rgancha shu chaqlarga qarab, degancha, men bir ishlarni ta'minlaymancha bilimi. Hamda qarab baba shahar tazib qamlashmagan bir ishga, shu o'zimizningki taz manfaati to'g'ri kelgan chaqda cho'ng davlatlar qiladigan shu o'xshaydi bu. Bizning bu odamlarimiz qilib bo'lmaydi deb men chiqayotgan tashlab. Men hozirgacha tashkilotning endi turib baqimdim. Hep ko'rsam saqapandim, necha qaytam men o'tirib atdim, fikrim sizga o'tkazib beray dedi, men unamadim. Chunki mening maqsadim bir tashkilotga kirish yoki surgun hukumatga yiqilish, uning ichidagi narsalarni bilish yoki Dilyarning yiqilish, bolalarning ichiga kirib bir narsalarni bilish yoki odamlar bilan paranglashib nim bo'yapti deb men unday ishlarni qilmayman. Chunki men o'zim to'g'ri odam. Menga deb beray desam, ya demanglar bo'ldi deyman. Anglamayman deyman. Chunki men sal hayajonroq bir yerlar so'zlab o'tib chiqib qolsam, yaxshi bo'lmaydi. Chunki bilib bilmay bo'yliqi ko'ngilning yaxshiligi bilan xato usulda uchurni ketkizib tushib qoladi-ku, istixborot nuqtasida. Shuningga men o'yliq hukumatlarning ichiga kirishni xohlamayman. Dilyar Musaboyning kim men dedim, shu Dilyarg'im dedim, men yomon jiddilim to'la dedim. Men og'zimni buzolmaydi ekanman, sen tashkilotdan kirsang, erkin ozodni bo'lolmayman. Deb o'zigim deylik, o'sha to'pning ichidan bor. Yanda turib paslashib maqsaq bo'ladi debchi. Endi tamkin bo'ladiganmi ahvol borchu. Tamkin endi qanday vaqtda bo'lamiz desak, tamkin ben endi sizdan o tamkiningizni qanday vaqtda tushunmay desangiz, hozirgi vaqtda bizga tamkinlik kerak emas-ku. Biz hozir biz sarang'ib ko'chaga chiqib turgan bir millatdik-ku, ammo bizninkida mana munofiqlar naqsli o'ynab chiqaryapti shu ko'chaga. Ma falastinliklarniki men misolga olsam, ko'ryapsizlar namoyishlarni qanday Shvetsiyada tunugim bo'ldi yana. To'xtamay bo'yatdi. Bu G'azada 20 ming odam. Bizninkini 2018 da Amerika hukumatı Amerika'nın New York'taki devir meydanında 3 milyon Uygur konser texnik kampada deb belki devir meydanda Samsung'ninki TV'imde ekranda çıkardı. Ya qarindoshlar, şu vaqtda hozir qancha oldu? Hozir yiliga akirgan hisobsa hozir 10 milyonga berib qoldi deganga. Shundan bizning 25 milyon 30 milyon noposimiz deganni nima deb to'lqinaysalar kitobida 10 milyon 11 milyon deb basadi. Xitoyning 10 milyonni yo'q etishiga xalqarada shu akademik usulda yo'l ochib beryapti. Hem temkin bo'lishning yo'llari jiq. Hamda men temkin qanday vaqtda bo'laman desangiz, men jidalni tep bo'lgandan keyin temkin bo'laman-ku. Men boshda jidal topmayman deyman-ku. Da o'ylayman, yoki qo'limdagi yana bir telefonimni ochaman, qo'limdagi kartlarimni qarayman. Xuddi majansizlagandek men misol masalan Abdug'ani Sabit apandimni silaymanda sizni putoqdan birini topmay, yan boshqa qolaman, tashlayman o'tirg'ichi. Tashlab bombardimon qo'yitmaylik. Amerikaning 5 har vaqtni bombardiman çarpını bilirsiz-ku, şiddet bilen kirdi, bomba qo'ydi, chiqdi. Men ashundaqchi, masalan, o Hidayatullah bo'lamdi, yana birisi bo'lamdi, yana birisi o'ylab o'tamayman. Kirmanlam, planni tuzib olmay, kirmanli vat bergan chiqitma chiqdiman. Ondan keyin qo'limda nima kart bor? Malaga kimlar tutishdi? Manda ma'vo qanday ovozlar bor, qanday dokumentlar bor qo'limda, qanday oldiga chiqa olaman, qanday qarshi. Ash vaqtida tamkinlikni boshlayman-ku. Hem yani temkinlik nersini men liderlarga tashlab bermasdan, Dilyardek bolalar, Sog'liqdek bolalar temkin bo'lsa bo'ladi. Biz hammamiz temkin bo'lib olsak, Zumrat Tursun xonim temkin bo'lib olgansa, muajirat bugungi kunlikda bunchalik uyg'onmaydi. Masalan, men temkin bo'lib olgansam, og'zimni buzib, qalaymoqon qilib, manda quvvatida, anda quvvatida deb nurg'un ovoz, axloqsiz narsalarni qo'yib, buni qilib temkin eg'ir bo'lsak, cho'ng sifat turolsak, ma'liyatga kelmaydi. Shuningga, biz hozir vatan deb erkak qirg'inchilik deb sarang'ib ko'chaga chiqadigan vaqtimiz-ku. Qaysi kunda xiliqi Baydenni falastinlik ayollarga yig'ilishida chama-kesak qilyapti. Bayden yo criminal, you genocide, Gaza obo deb ta'zirga gaqildi. Da kuzatib baqsam, arab ayollar ekanda, muxbirlar yoki ashga kirganlar. Bizninkilar-ku, u rasmga tushib, faxrlandi, demokratlarning turib faxrlandi, nasib bo'lsa, ana sizdan umid kutyapman deb Murat otamam bu yoqda rasm chaplab kelgan, hayron qolgandim. Yana boshqalar shunda faxrlandi. Biz ashularga dalalishimiz kerak. Masalan, Volkswagenning oldiga kim chiqdi? Majratda Dilyar Musaboy chiqdi. Birdan bir
çoğun xalqaro o Volkswagen'ning tegini tekshiradigan bo'lsak, Amerikada, Angliyadagi Bentley degan mashinalar tap nurg'un mashinalar taqishadi uchun motorda Volkswagen nurg'un shirkatlar bilan hamkorlashadi. Hatto Hyundai mashina, Kia deb qo'yamiz. Ashularmi Volkswagen'dan oladi motorlar narsalarni o'z oldiga qilolmaydi ular. Nurg'un mashinalarnikida. Shu Volkswagen'niki irqiy qirg'ancha qoti deb Dilyar Musaboy apandim chiqdi oldiga. Uni bizga ko'rsatmagandan keyin biz Xiaomi, Huawei, mushu butun Xitoyning shirkatlarining biz turishimiz kerakdi oldida. Biz tamkinlikla ashada turishimiz kerakdi. Biz uni qilmadik. Biz nurg'un shirkatlarning oldida turishimiz kerakdi. Biz nurg'un parlament, hukumat binolarining oldida qanjig'lab turishimiz kerakdi. Zar lozunkalar degan tikletib, China terrorist, China stop China genocide deb var. Dushanbedan yo'qmi biz Uyg'urlar har bir davlatda 3000 dan 2000 yamanjoq. Kuniga 50 Uyg'ur kelib gür vaqiraydigan bo'lsak, ala deydi, Xitoymi odamlarning beshimizni og'irtib ketdi, biz xizmat qilmayapmiz. Chunki demokratiya va demokratiyaninkidan foydalanish kerak. Demokratiyadan foydalanish kerak degan gap. Ayollar ajrashib hukumatni o'yilib, mishalarni bog'ib biz bilamiz. Hukumatdan sosial pulni chiqaraq elish o demokratiya emas, o'zimizning ishni qildirish. Kar to'lishimiz kerak. Ya deganni shu taxtaylar bilan urib, gör yig'lab, shu mediachilar to'kilib ketishimiz kerak. Shuni bizning ishimiz bo'ladi. Bizning ishimiz nima bo'laydi? Mushu ishga kelgancha tamkinlik kerak, nimiz qoldi deb degan sabit epandim. Sizda pekmi?